E'tibor bergan bo'lsanglar agar, yoshi kattaroq bir insonlar bilan, bobolarimiz bilan, buvilarimiz bilan gaplashib qolganda yokida shunaqa insonlar bilan gaplashib qolganda aytishadi-ku, "Men yoshligimdan bu ishni qilmagan ekanman. Mana bu ish menga afsus bo'lib qolgan ekan. Eng yaxshi ko'rgan ishim bilan shug'ullanmay, o'zim xohlamagan, ya'ni kim boshqa insonlar xohlagan, menga tavsiya bergan ish bilan shug'ullangan ekanman. O'shani qilib ko'rganimda nima bo'lardi?" degan narsalarni eshitib qolamiz, to'g'rimi? Eng katta afsus nima bilasizmi? Eng katta afsus bu qaraganda 60-70 yoshga kirganda nasib qilib kravatda o'tirib shu narsalarni afsus qilib qolish, men qilmagan ekan. Nima qilishni xohlayapsiz hozir? Yoshingiz 18dadir, 20dadir, mayli boring 25dadir, nima qilishni xohlayapsiz? O'sha narsani prosta qilib ko'ring. Prosta o'xshaydimi, o'xshamaydi, kimdir sizdan katta natija kutgan yo'q. O'zingiz uchun o'zingiz o'sha narsani qilib rohatlanyapsizmi? O'zingizda bir ko'nglingiz xotirjam bo'lyapti, prosta qilib ko'ring. Nima, rasm chizishni xohlaysizmi? Prosta rasm chizib ko'ring. U chiroyli chiqishiga e'tibor bermay, siz o'zingiz zavqlanyapsizmi o'sha narsadan? Prosta qilib ko'ring u narsani. Nima qilishni xohlaysiz? Yugurmoqchimisiz? Chiqib yuguring. Baland ovozda qo'shiq aytmoqchimisiz? Aytib ko'ring. Ya'ni shu bilan agar siz yengil bo'ladigan bo'lsangiz. Ya'ni men bu narsani qilsam odamlar nima deydi ekan? Yo'q, unaqa narsani qo'ying. U bilasizmi? Farqi bo'ladi-da. Hozir sizni g'iybat qilib o'tirgan insonlar u qaraganda ham, ya'ni siz qaraganda ikki xil bo'ladi-da. Siz o'sha narsani men qilgan ekanman, mana armonim qolmagan desiz, o'sha sizni hayotingizni muhokama qilib o'tgan insonlar men bu narsani qilib ko'rmagan ekanman degan farqi bo'ladi. Ko'ryapsizmi farqini? Ya'ni kimnidir yaxshi ko'rasizmi? Kimgadir uylanmoqchimisiz? Ayting o'ziga. Prosta aytib ko'ring bu narsani. Ertaga afsus bo'lib qolmasin. Ya'ni u kimgadir turmushga chiqib keta turganda yoki siz kimgadir uylana turganingizda afsus bo'lib qolmasin. Ertaga bu payt qaytmasligi mumkin. Aynan hozirgi payt. Hozirgi daqiqalar qaytmasligi mumkin. Hozir kim yaxshi ko'rishingizni xohlaysiz? Prosta telefoningizni olingda telefon qilib biroz aytib qo'ying. Yoki SMS yozib qo'ying o'sha insonga. Qayerdan bilasiz, balki u keyinchalik bo'lmas balki hayotingizda. Ya'ni biz hozir ko'chada yursak, u bilan odamlar hozir gapiradi, ya'ni gap so'z bo'lib qolishi mumkin. Unaqa narsani qo'ying. Siz o'zingiz o'sha insonni yaxshi ko'rasizmi, misol uchun? O'zingiz ko'nglingizni yoqyaptimi? Prosta o'sha inson bilan gaplashib qo'ying. Qolganlarni qo'ying. Ya'ni odamlarning gapi sizni hayotingizni o'zgartirishga sabab bo'lmasin. Xato qilishdan qo'rqmang, hech qachon xato qilishdan qo'rqmang. Aytishadi-yu, ahmoq odam bilan aqlli odam. Ahmoq odam bitta xatoni takror qiladi. Aqlli odam nima? Bitta xato qiladi, o'sha xatosidan, ya'ni o'zi uchun muhim bir xulosa chiqadi. Bitta xato hech narsani o'zgartirmaydi. Xato qilib inson pishadi, inson yuksaladi. Ya'ni hech kim xatosiz bir yuksaklikka chiqib qolmagan. Hamma mashhurlikka erishgan yoki puli ko'p insonlarga qaraydigan bo'lsangiz, ular ham mana shunaqa etaplardan o'tgan. Xato qilgan, keyin bitta erishgan. Imminni bitta sirli masalliq yo'q sizni bir muvaffaqiyatga olib chiqadigan yoki sizni yuksaltirib olim qilib qo'yadigan. Bitta masalliq yo'q. Aytadi-yu, Kung Fu Panda degan bir filmda bo'lardi oldin. Sirli masalliqning o'zi yo'q. Hamma gap o'zingda dedi. Hamma gap o'zingizda. Harakat qilasiz, o'sha narsaga erishasiz. Misol uchun muz saroyida konki uchmoqchisiz, to'g'rimi? Umringizda uchib ko'rmagansiz. Ya'ni atrofingizda odam ko'p. Men hozir uchib ko'rsam, agar mabodo eplolmasam, yiqilib qolsam, insonlar meni ustimdan kuladi degan narsani o'ylamaysiz. Prosta uchib ko'ring. Uchyapsiz, 1 metr yurarsiz, 2 metr yurarsiz konkida. Lekin yiqilarsiz. O'zingiz mazza qilyapsizmi? Qilib ko'ring, bu narsa ertaga qaytib bo'lmasligi mumkin. Xudodan omadli va barakali kun tilar.